Ushbu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning imomlari yetishib chiqsa, inshaalloh hofizi Qur'onlar yetishib chiqsin. Ushbu videoga like bosib do'stiga jo'natib qo'ygan inson ana shu bosgan barmoqlari ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib serob bo'lsin. Do'stim, kommentariyada inshaalloh deb yozib chiqib ketgan inson, inshaalloh deb yozgani singari 10 yelkasidagi farishtalari savob daftarlarini to'ldirib tashlasin. Qaranglar do'stlar, ko'p insonlarimiz arab alifbosini bilmaydi, lekin Qur'on o'qishni chin qalbi ila istaydi. Ana shunda insonlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobni bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, Qur'onimiz kiril alifbosida tajvid qoidalari bilan xos holatda, mos holatlarda yozilgani. Birinchi betida arabchasi, undan keyin kirilchasi, undan tashqari QR kod orqali eshitish tizimiga ega, undan tashqari Qur'onning tafsiri, hadislar, oyatlardan jamlanmasi bor. Undan tashqari boshlang'ich muallim soni bor. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, undan tashqari turli tumandagi juda ham haligi ixchamgina tasbihlarimiz ham bor. Ahlan va sahlan.